Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum muhtaram va aziz jamoat muslimin. Yaratgan Robbimiz Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar, janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salatu salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, ma'lumingizki, mana muborak Ramazon oyini ikkinchi 10 kunligi ham poyoniga yetib boryapti. Bu degani Xudo xolasa taxminan keyingi haftani chorshanba kunlariga qo'rakalarimizda aytganiga ko'ra xatmi bo'ladi. Demak, xatmi nihoyasiga yetib boradi. Bu degani Ramazon ham poyoniga yetib boryapti degani bo'ladi. Ya'ni avvaluhu rahmatun va awsatuhu mag'firah va axiruhu itqon minan niron deb sifatlanadi bu kunlar. Ya'ni bu oyning birinchi 10 kunligi Allohning rahmati va avsat o'rtadagi ikkinchi 10 kunlik mag'firat bo'lgan kunlar deyiladi. Mana endi Alloh o'zining rahmati bilan birinchi 10 kunlikda hammamizga o'zining rahmatini yuborar ekan. Mana bu rahmatini yuborganligi bizni qalbimizda ibodatga bo'lgan ixlosni kuchayib borishligi, ibodatga bo'lgan intiqligini bizda hosil bo'lishligi, odatda jamoatga kelmagan insonlarning kelishligi, namoz saflarimizni ko'payib borishligida buni ko'rishimiz mumkin. Xudoning rahmati bo'lganligi uchun, Allohning bizga fazli marhamati bo'lganligi uchun, demak, ibodatga biz ko'proq harakat qilib qo'yganligimiz, qalbimiz ibodatga dangasalik qilmasdan moyillik topganida biz misol qilib keltirishimiz mumkin. Endi Allohning rahmatiga erishgan bandalar uchun avsatuhu mag'firo, o'rtadagi ikkinchi 10 kunlikda mag'firat dahasi 10 kunligi deyiladi. Ya'ni har narsani cho'qqiga chiqishligi bor va orqaga qaytishligi bor. Kuchayishligi bor, susayishligi bor. Oddiy inson misoldan keltirsa, inson yoshligida zaif, ojiz, kuchsiz bo'ladi, kuchsiz baquvvat bo'ladi. Undan keyin yana keksaygan sari yana kuchdan qolib, yana orqaga qarab ketishligi bor. Yoki oyni sekin-sekin to'lib borishligi va yana orqaga qarab ketishligi bor. Xuddi shunga o'xshash Ramazonni ham avvalgi birinchi boshlanish 10 kunligi bo'lsa, keyingi 10 kunlik uni baquvvat va kuchga to'lgan payti deyishimiz mumkin Ramazonni. Mana endi yana orqaga qarab, ya'ni tugashlikka qarab borish holatlarini ko'rishimiz mumkin. Alloh subhanahu va taolo nima demoqchimiz? Sizni bizga kuch-quvvat bersin, sihat, salomatchilik bersin, bemalol omonlikda, xotirjamlikda ruku qilishligimiz, sajda qilishligimiz, xatmi Qur'onni orqasida tinglab turishligimiz bu Alloh taolaning siz bizga bergan juda katta imkoniyati va juda katta ne'mati. Alloh bizlardan, hammamizdan, butun dunyo musulmonlari qatorida o'zi qabul aylasin. Duolarimizni ijobatli etsin. Shuningdek, azizlar, mana xufton namozlarida ozgina ma'ruzalar bo'lib, shar'iy hukmlarimizni eslab o'tilyapti. To'g'ri, bu bizning qalblarimizga yana bir quvvat bo'lishligi, yana bir shifo bo'lishligi uchun. Azizlar, avvalo mana shu juma namozlarida ham eslab o'tyapmiz. Ro'za tutishdan ko'zlangan asosiy maqsad ubudiyat, ya'ni bandaligini, qurbatni, Allohga yaqinlikni hosil qilishlik. Gunohlardan poklanishlik, gunohlardan chetlashishlik, uzoqlashishlik, shaytoniy, nafsoniy holatlardan uzoqlashishlik va ibodat, obidlik, taqvo, xudojo'ylik tomonga yaqinlashib, Xudoga yaqin bo'lishlik. Buning uchun gunohlardan tiyilish kerak dedik. Bugun ham bugunlik kunda jamiyatimizda bo'lib turgan bir amaliyotdan saqlanishimiz kerak bo'ladi. U ham bo'lsa yolg'onni ishlatilishligi va firibgarlik. Yolg'on haqida kelgan hadis shariflarni ko'rsak, ko'p eslaganmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bir sahobiylar birlari savol berdi. Musulmon odamda mana bunday fazilat bo'lishi mumkinmi dedi. Bo'lishi mumkin dedilar. Mana bunaqa fazilat ham, bunaqangi bir nuqson, xato ham bo'lishi mumkinmi dedilar. Bo'lishi mumkin dedilar. Shuni yana mana bunday xato bo'lishi mumkin bo'lsa, musulmon insonda shunaqa bo'lishi mumkin. Musulmon odam qo'rqoq bo'lishi ham mumkinmi? Mumkin, endi musulmon odamda qo'rqoqlik tabiati ham bor bo'lishi mumkin. Kimdir qo'rqmas bo'ladi, kimdir qo'rqoq bo'ladi. Musulmon degani albatta qo'rqmaydi degani emas. Musulmon odam kimdir nimadandir qo'rqishi mumkin dedilar. Shu o'rinda so'radilarki, musulmon odam yolg'on gapirishi ham mumkinmi, yolg'onchi bo'lishi mumkinmi deganlarida Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sal xotirjam yonboshlaganday bo'lib o'tirganlarida javob berayotganlardilar. Mana shu savol berganki, o'rnlaridan turib o'zlarini o'nglab jiddiy tusga kirib turib, yo'q. Aslo musulmon odam yolg'on gapirmaydi deganlar. Bu nimani ko'rsatadi? Yolg'onni jiddiy, katta bir gunoh ekanligini. Lekin bizga shu singib ketib qolgan, juda qiyin bo'ladi buni chiqishlik inson tabiatidan. Bilib bilmasdan yolg'on gapirib qo'yamiz. Ba'zida qasddan, ba'zida
shuni gapirsam menga zarar bo'ladi deb turib yolg'on gapirib qo'yamiz. Ba'zida shunday demasam bo'lmaydi deb yolg'on gapirib qo'yamiz. Ishimiz bitmaydi deb yolg'on gapirib qo'yamiz. Qanday ko'rinishda bo'lsa ham yolg'ondan saqlanish kerak ekan. Bir yolg'on ikkinchi yolg'onni yetalab keladi. Ikkita bo'lgan yolg'on uchinchisini yetalab keladi. Bu juda yomon narsa bo'lar ekan. Biz demak Alloh deb, Xudo deb roza tutyapmizmi? Alloh halol qilgan narsalarni yemay ichmay yuribmiz-da biz hozir shu kunlarda. U Xudo harom qilgan narsani-yu yil 12 oy doimiy u narsadan saqlanamiz. Alloh saqlasin. Lekin Xudo halol qilgan narsalardan ham tiyilib turibmiz. Nima uchun? Alloh uchun. Shunday bo'lgandan keyin mana bu Alloh harom qilgan yolg'ondan saqlanishimiz kerak ekan. Yolg'onlar qo'shilganda, yolg'on gapiruvchilar birlashganda firibgarlik yuzaga keladi. Firib, aldov, makr, nayrang, hiyla ishlatishlar yuzaga keladi. Muhtaram azizlar, musulmon insonni bir so'z bilan aytganda qanaqa inson bo'ladi desa, to'g'ri odam bo'ladi, musulmon odam va oddiy odam bo'ladi, sodda bo'ladi. Oddiy, kamtar, sodda. Ba'zi shu soddaligi bilan aldanib qolishligi ham mumkin. Demak, biz aldov ishlayotgan yana bir narsa bor. Biz yonimizda kimni aldayapmiz? Biz o'zimizga o'xshagan bir Alloh Xudo degan bir musulmonni aldayotgan bo'lamiz. Biz musulmon odamga nayrang ishlatayotgan bo'lamiz. Bu juda ham yana bu xatoni yana ham kattartirib yuboradigan, bu gunohni yana ham kengaytirib yuboradigan narsalardan biridir. Albatta bu xususda ko'plab ma'lumotlar kitoblarimizda keltiriladi. Bugungi kun misolida ko'radigan bo'lsak, kattalarimiz ham sezayotgandir, yoshlarimiz ko'proq bilayotgan bo'lsa kerak. Shu telefon orqali, internet orqali odamlarni aldab pulini olib qo'yishlik bor. Qonun tilida buni kiber jinoyat deydi. Yani internet orqali o'sha sizga qanaqadir SMS keladi, qanaqadir bir ilova o'xshagan narsaga bir xabar keladi, mana uni bosing, mana bunday qiling, u virus deb bo'ladi. Shuni bosdingizmi? Ko'p. Hatto ba'zi ahli ilmlar ham aytayaptiki, meni shuncha pulim yo'q bo'lib qoldi birdaniga plastikda. Yo'q shuncha pulim ketib qoldi, men yo'q ketib qoldi. Bilmasdan shunaqa bo'lib qoldi. Uni topish oson emas. Lekin bir narsa borda, shuni qilayotganlar ham shunaqa odamlarni, musulmonlarni aldab telefondagi hisob raqamidagi, plastikdagi, bankdagi pulni olib qo'yayotganlar. Yana bir gaplar gapirishyapti. Bir narsa yuborlari, shuni eshitsangiz, sizning pulingiz yo'q bo'lsa, sizning nomingizdan bankdan katta narsa kreditga olinadi. Siz o'zidan o'zi yo'q yerda qarzga botib qolasiz. Falon miqdorda. Endi o'ylanasizda, shuni qilayotganlar dunyoni uch chekkasidan kelib qilmasa kerak, atay kelib, to'g'rimi? Yoki boshqa bir millat yoki boshqa bir din vakili kelib bizimizda qilmayotgandir. Shuni qilayotganlar sizdan bizga o'xshagan mana shu yurtning farzandlari. Yana ham boshqacha aytsak, balkim biz bilmaymiz, birovda aybdor qilmoqchi emasmiz. Balki masjidlarimizda namozda turgandir shunaqa yigitlarimiz, shu ishni shug'ullanayotganlar ham. Demak, biz bu narsadan saqlanishimiz kerak bo'ladi. Birovning haqqi bu hech qachon buyurmaydi, xalq tilida aytganda. Hech qachon harom yoqmaydi deb qo'yadi xalqimiz. Harom hech kimga yoqmaydi. Biz musulmonlarmiz. Alloh taolo bunaqangi narsalarni o'zi saqlasin. Endi qanaqadir siz avvalo taqvodor bo'lib, Allohning taqdiriga iymon keltirib, rizq Allohdan deb berganiga shukr qilib yashashimiz kerak. Hammamizda kim nima holatda bo'lsa ham boriga shukr qilishni o'rganishimiz kerak. Shu bor holatimizga. Allohga shukr, hech kimimiz ochimizdan o'lib qolish darajasida emasmiz. Hech qaysinimiz saharlikka yegani dasturxonimizda hech narsa yo'qda deydigan darajada emasmiz, Xudoga shukr. Demak, biz ularga qanoat hosil qilishimiz kerak. Agar Xudoning berganiga qanoat qilmasak, biz o'zimizcha nayrang qilamizmi, birovni aldaymizmi, baribir u ko'payib qolmaydi. Rizqdan tashqariga chiqib oshish bo'lib qolmaydi u bilan. Faqat biz gunohkor bo'lganimiz qoladi. Yana bir tadqiqotlar shuni ko'rsatyaptiki, mana shunday birovlarning haqqini poymol qilish bilan shug'ullangan insonlarni oxirati xo'p endi. Lekin u oxiratga qolmasdan shu dunyoni o'zida sharmanda bo'layotganligi, dunyoni o'zida yuzi qaro bo'lib yerga qarab qolayotganligi, uyatga qolayotganligini ko'rib turibmiz. Agar kutilmagan bir holat bo'lib sizga pul kerak bo'lib qolsa, buni qiladigan bitta yo'li bor, u to'g'ri holatda qarz olish. Shu bir insonga birodar shunaqa holatga tushib qoldim deb vaziyatni holatni tushuntirsa, qarz olishlik yo'li bilan tutish kerak. U birovni aldash bilan, aldov bilan, yolg'on bilan, makr hiyla bilan ucharlik qildim, ustomonlik qildim, haligi ming bor uzr ruscha, bu shustriylik qildim degani emas bu. Bu birovning haqqini ham harom ish qildim degani bo'lish kerak. Biz mana shu narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan bu mazmunda ko'plab hadis shariflar kelgan. Mana shunday hadis shariflarning birlarida Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat aytganlarki, "Man akhaza amwalan nasi yuridu adaaha addallohu anhu va man akhazaha yuridu itlafaha atlafahulloh." Kim bir odamdan qarz olayotgan vaqtni o'zida bu menga yordam beryapti, shu qarz olishga majbur bo'lib qoldim, shuni olib turayin,
Xulosa imkon boricha tezda buni qaytarib beraman. Alloh menga qaytarib berishni oson qilsin, nasib qilsin deb olsa, o'sha qarzini uzishlikka Alloh o'zi ko'makchi bo'lar ekan. Alloh o'sha qarzini uzishlikka unga sharoit, imkoniyat berar ekan. Lekin ba'zi bir insonlar borda, nima qilib bo'lsa ham olaverayin deb olishga olib turib, "Yo'q, endi bir gap bo'lar." Nima deb qo'yadi? Ko'chada bolalar uni uxlading endi, bo'ldi, tamom deydi. Uxlatdik deydi. Aynaqa qiladigan bo'lsa, Alloh uni o'zini xor qiladi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Shuning uchun demak, muhtaram azizlar, biz musulmonlarmiz. Buni hech qachon unutmasligimiz kerak. Birovlar urushamizmi, so'kishamizmi, nima bo'lsa ham biz musulmonligimizni, biz ibodat ahli ekanligimizni unutmasligimiz kerak. Allohdan duo qilib, mana shu Ramazon ichi duolarimizni so'raylik. Alloh rizqimizni haloldan qilsin, pokidan bersin va berganiga sabr qilishni Alloh hammamizga o'zi nasib etsin. Tutayotgan ro'zalarimizni Allohim qabul aylasin.